Biz Qo'rg'ontepa tumani Agrobank filialidamiz. Hop, biz sizlar bilan hozir kredit turlari bo'yicha gaplashamiz va sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozirda bizda kredit turlari bilan gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda mikroqarzlarimiz bor. Ya'ni bu budjet tashkilotlarga va budjetdan tashqari barcha tashkilotlarga beriladigan kreditlarimiz. Bular maksimal summa 100 milliongacha bo'lib turib, yillik oylik daromadini 50% gacha beramiz. Kredit muddati 2 yil, 3 yil, 4 yil. Uni foiz stavkalari esa 2 yilga 25%, 3 yilga 26%, 4 yilga 27% dan beriladi. Albatta bular ham kafillik asosida yoki sug'urta asosida beriladi. Keyingi kreditimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bular onlayn mikroqarzimiz bor. Onlayn mikroqarzimiz avans plus, onlayn mikroqarz deyiladi. Ikki xil turi bor. Avans plusimiz budjet tashkilotlarga beriladi. Bular 2 yil muddatga 25% dan beriladi, ya'ni qaytarib olish shakli bilan. Keyin kredit kartalarimiz bor. Kredit kartalarimiz bu 30% ga beriladi. 4 yil muddatga sug'urta asosida barcha tashkilotda ishlaydigan xodimlar uchun ajratiladi. Uni ham maksimal summasi 100 milliongacha. Sug'urta asosida yoki kafillik shartnomasi asosida buni ham olsa bo'ladi. Yoshi 1 yillik oylik daromadini 50-60% gacha ajratiladi. Bundan tashqari omonat turlarimiz bor. Omonat turlarimiz esa komfort omonat turimiz bo'lib turib, yillik foiz stavkasi 21% dan 13 oyga beriladi. Buni qo'yish uchun mijozni pasporti va to'lov summasi bo'lishi kerak. Eng kamida 500 mingdan boshlanadi. İpotekalarimiz bor. Birlamchi va ikkilamchi ipotekalarimiz. Birlamchi ipotekalarimiz subsidiya asosida bo'ladigan bo'lsa 17,5% dan 20 yilga beriladi. Ikkilamchi ipotekalarimiz esa 25% dan 10 yilga beriladi. Buning uchun kafillik kerak bo'ladi. Kafillik maksimali 4 tagacha qo'yish imkoniyati mavjud. Ikkilamchi ipotekamizning maksimal summasi 500 milliongacha olish imkoniyati bor. Avtokreditlarimiz bor. Avtokreditlarimiz 4 yilga, 5 yilga bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan shaxslarga ham avtokreditimiz bor. Ularga ham kafillik asosida qo'shiladi. Avtokreditimiz 75% ni bank kredit asosida chiqarib beradi, 25% boshlang'ich to'lov bo'ladi. 4 yilga 26%, 5 yilga 27% dan avtokreditlarimiz mavjud.